aylana degan mavzuga doira degan mavzuga doira yaxshi savollardan biri. Demak, kvadrat ichiga mana shakl chizilgan. So'rayapti, AB 6 ekanligini beryapti kvadrat tomonini va OK mana bu kichik aylananing radiusi 2 ekanligini beryapti va EF mana bu orasidagi masofa ikkita radius, ya'ni mana bu doiraning radiusi, ya'ni diametri bo'lsa, shunda bo'lsa ishtiroklangan yuzani toping degan savol ekan. Buni ishlash uchun mana buni to'playmiz. Qarang, bu yerdan bericha 2 masofa bor ekan, bu yerdan bericha yana 2 masofa bor ekan. Shunami Davud? Mana bu kvadrat qilsak, mana bu yerda kvadrat paydo bo'lyapti. Shuning diametri 2/2 bo'ladi. Mana bu aylana markaz bo'lgandan keyin urush nuqtasigacha masofa o'tkazamiz. 2 bo'ladi. Ana endi mana bu aylananing markazi bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan buni o'tkazsak, bu bizga nima beradi ekan? Diametr beradi ekan. Shundan mana bu yergacha bitta radius tashlasak ham, mana bu narsa, mana bu yerdan bergacha bo'lgan masofa radius, bu yerdan bergacha bo'lgan masofa ham radiusni beradi. Mana bu O2, ya'ni mana bu aylananing markazi. Endi umumiy hammasini hisoblasak, bizga mana tomon 6 bo'lsa, mana tomon ham kvadrat bo'lganligi uchun 6 bo'ladi. Xo'sh, ana endi AC kvadratning diametri diagonali adashimiz. Diagonali 6/2 ni beradi. Bu narsa 2/2 qo'shilgan 2 qo'shilgan ikkita radiusni beradi, ya'ni ikkita radius. Shu tenglikdan biz radius olsak bo'ladi. Radius teng bo'lyapti. Bu tarafga o'tadi. 4/2 ayrilgan 2 ni bo'lamiz 2 ga. Chunki ikkita radius shunga teng edi, 2 ga bo'laveramiz. Shunda bizga 2/2 ayrilgan 1 degan qiymat keladi. Mana bu aylanani ham radiusini topib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz kvadratning diametri, diagonali. Mana bu burchakni 45 gradus ikkita 45 gradus burchakka ajratadi. Bu 45 bo'lsa, bu ham 45 gradus bo'ladi. Mana bu yerdan berigacha radius bo'lsa, mana bu ham radius bo'ladi. Mana bu burchak ham 45 gradus bo'ladi. Mana bu 90 gradus bo'ladi. 90 gradus bo'lgandan keyin mana bu narsa radius bo'lsa, shuni bittasini bu yerdagi yuz bilan bu yerdagi yuz teng bir-biriga bittasini topamiz, 2 ga ko'paytiramiz. S teng 2 ko'paytirilgan. Mana bu aylananing chorak qismidan uchburchak yuzini ayirib tashlaymiz. Aylananing chorak qismi PR kvadrat taqsim 4 ayrilgan mana bu uchburchak yuzi. SO2Y. Radius ko'paytirilgan radius taqsim 2. Chunki orasi 90 gradus bo'lgandan keyin katetlar. Bu radius ikkalasini ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 100 kvadrat taqsim 2 ni chiqarsak, pi ayrilgan 2 degan qiymat qoladi. Buni radiusini mana bu yerda qiymat chiqqan, keltirib qo'yib hisoblaganimizda 2/2 ayrilgan 1 ning kvadrati taqsim 4 ko'paytirilgan pi ayrilgan 2 degan javob chiqadi. Misol mana shu holatda ishlanadi, balki mana bu narsani yoymas ham bo'lishi mumkin. Muhimi, mantiqan hech qanaqa qiyin joyi qolgani yo'q. Agar bu misol sizga yoqqan bo'lsa, like va kommentariy yozing. Bundan qiyinrog'ini xohlasangiz ham tashlasangiz ko'rib beramiz.